zo'r, lekin qo'rqdim boshida o'zi. Lekin o'rganursangiz, sekin xudo xolasa. Hozir o'zingiz mustaqil qo'ya olasiz-da, to'g'rimi? Ha, ko'zim yetyapti. Ko'zim yetyapti. Oldin mendan so'rashardi, qon chiqarmasdan. Men faqat tavsiya qilardim bankadan. Banka ham quruq jonma qo'ysangiz og'riq qoldiradi-ku. Endi mana bu nina bilan ham qo'llasam bo'lar ekan bu yerda. Nerv bilan ishlaysangiz ham effektivniy bo'ladi. Siz o'zi hijoma qilgansiz, to'g'rimi? Texnikalaringiz yana ham mukammal. Ishonch hosil qildingizmi? Ha, men anaqa islomiy tochkalar, jin tochkalarini, islomiy tochkalarini bilmasdim-da. To'g'risi menga ekishmagan u paytda. Men bu yerda bildim. Mashalloh. Rahmat. Ilmingiz ziyoda bo'lsin, qo'lingiz shifoli bo'lsin. Bugun olgan bilimingiz cheksiz bo'lsin. Menda уже braketim bor. Vaqt bilan chiska bo'ladi-yu, tabiiy. O'shandan beri menimcha menda уже balg'am ko'chyapti. Men shundan bildim. Kechagina yana ninalar bilan ishlarni orqamga ninalar qo'yildi. Effekti dori ichmasam, o'zi balg'am dori ichsa ko'chiradi. Men 6 oy kalsiy balg'am ko'chiradi-yu. Menimcha balg'am ko'chiryapti. Menda effekti shundan bildim. Bilmagan narsalarim ancha ko'p ekan. Mana shunaqa Alloh nasib qilib shunaqa joylarga kelib, bilim olishda, malakam oshirishi, nina terapiyadan ham